Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun men sizlarga bitta mashinaning narxi bilan teng turadigan gilamni ko'rsataman. Bitta mashinani puliga ham gilam oladimi? Siz oldin bu gilamni bitta ko'ring-da, keyin fikr etasiz, xo'p? Bu gilamni siz ana bozordagi 50 ming, 100 ming so'mlik gilamlar bilan adashtirib bormang. Tog'ni toza havosida mazza qilib o'tlab yurgan semiz qo'ylarni toza yungidan 30 kilo olib ketgan bu gilamga. Ipini bildingiz, 100% tabiiy qimmat ipdan qilingan. Mehnatiga kesuv, mehnatiga ikkita qiz 1 yildan 2 yil umrini sovchisini kutmasdan to'qishini sarflagan shu gilamga. Ushbu gilamimizni orqa qismi ham, overlock qismi ham, oldi qismi ham, shokilda qismi ham 100% yungdan tayyorlangan va 100% qo'l mehnati. Bu gilamning nafaqat iplari, balki ranglari ham tabiiy giyohlardan va atirgul rangidan olingan. Ranglari yuvganda ham o'chib ketmaydi va sifatini yo'qotib, ranglarida o'zgarish bo'lmaydi. Bu gilam yana bitta eng zo'r fikrasi shundaki, boshqa gilamlarni olganingizdan keyin narxi tushsa, bu gilamni olganingizdan keyin narx ko'tariladi. Oyoq ustiga turgan sari narxi oshaveradi. Masalan, 15-20 yildan keyin buni 2 barobar qimmatiga ham sotsangiz bo'ladi bemalol. Siz nima deysiz? Ushbu gilam bitta Spark puliga arziydimi? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring.